Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana sizlarni inspektorning rasmiy YouTube kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Agarda siz anchadan beri ixcham, kompaktniy va byudjetli segmentga kiradigan radar detektor qidirib yurgan bo'lsangiz, bu aynan siz qidirgan video. Bugun biz sizlar bilan inspektor kompaniyasining ixcham, byudjetli, kompaktniy bo'lgan radar detektori Inspector Shot Air Pro radar detektorini ko'rib chiqamiz. Ushbu radar detektori haqiqatdan radarlarni qanaqa aniqlashi, sotib olishga arziydimi yo'qmi va qiziqarli fishkalari va to'liq obzorini ko'rib chiqamiz. Siz esa kanalimiz rivojlanishi uchun obuna bo'lishni, like bosishni, izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Demak, biz boshladik. Qo'limda Inspektor kompaniyasining super ixcham bo'lgan, kompaktniy bo'lgan radar detektori Inspector Shot Air Pro turibdi. Bu mahsulotni ko'pchilik tanigan bo'lishi mumkin. Sababi xuddi shunga o'xshash Inspector Shot Air O'zbekiston bozorida ancha yillar ilgari mavjud edi va juda ham mashhur edi. Xo'sh, bunda nima o'zgarishlar bo'ldi? Bilamiz, yildan yilga radarlar va uning kameralar turli tuman bo'lib boryapti va O'zbekistonda maxsus radarlar o'rnatilgan. Shuning uchun ham ushbu radar detektorda takomillashtirib, innovatsiya qilib, qo'shimchani O'zbekiston bozoriga moslanib ishlab chiqarildi. Hozir buni birma-bir ko'rib chiqamiz. Xo'p, Inspector Shot Air Pro bu ham O'zbekiston bozori uchun maxsus ishlab chiqarilgan. Sababini bilasizmi? Chunki O'zbekistonda o'rnatilayotgan radarlar ko'pi kam quvvatli radarlar hisoblanadi va ulardan chiqayotgan signallar uzoq masofaga yetib bormaydi. Shuning uchun ham bunga LNA modul o'rnatilgan. LNA modulni nimaligini bilmaydiganlar uchun yana bir bor to'xtalib o'taman. LNA modul bu past to'lqinli signalini kuchaytirib beradigan vosita va qo'shimchasiga signallarni kuchaytirgani bilan birga ortiqcha signallarni qabul qilmaydi. Juda ham ajoyib funksiyalardan bittasi bunga o'sha LNA modulidan ichiga o'rnatilgan. Ya'ni platasida ushbu narsa bor. Bu narsa tushunganingizdek radar detektorini ishlashiga ancha yordam qiladi. Inspector Shot Air Pro'ning yana bir ustunlik tomonlaridan biri bu unga o'rnatilgan 2 dyumli, rangli, ma'lumotlarga boy, informatsiyaga boy bo'lgan, qulay bo'lgan ekranidadir. Siz ushbu ekranda bamisoli barcha ma'lumotlarni topa olasiz. Ya'ni radargacha bo'lgan masofa, radar necha tezlikka o'rnatilgani, sizning hozirgi tezligingiz, radar nomi va signallar barchasi qulay tarzda va tushunarli tarzda ishlab chiqarilgan. Bilasizmi, haydovchilarni eng ko'p qiynaydigan muammolarning biri bu ularga radar detektorining yangilanib turishdagi muammolar. Ya'ni ko'pchilik qo'shimcha ustaga borishadi yoki qanaqadir kompyuterdan, fleshkadan o'zini qiynab, dasturiy ta'minot, ya'ni xalq tilida aytadigan bo'lsak, proshivkasini yangilashga harakat qilishadi. Lekin inspektorning Shot Air Pro radar detektorida maxsus ilova mavjud, ya'ni Inspector RD deb nomlangan maxsus ilova mavjud. Siz ushbu ilova orqali telefoningizga ulaysiz, Wi-Fi orqali va bemalol xohlasangiz baza ma'lumotlari yoki radar detektorning proshivkasini qulay tarzda istasangiz Android telefonda, istasangiz Apple mahsulotlarida yangilab olishingiz mumkin. Barchasi qulay, umuman arzimagan vaqtlarda siz yangilab olishingiz mumkin. Bu eng katta ustunlik tomonlaridan biri deb hisoblayman. Bilasizmi, haydovchilarni eng katta qiynaydigan mavzulardan bittasi bu ayrim turdagi radar detektorlardan chiqayotgan yolg'on signallar, ya'ni pamexlar, ya'ni ishlatayotgan mahsulotida pameh berishi. Va bu narsa haydovchini komfort zonasidan chiqarib yuboradi, radar detektorining ovozini pasaytirishga yoki umuman olganda radar detektorini o'chirib qo'yishgacha majburlaydi. Va haydovchi balki shu tufayli jarimaga tushib qolish ehtimoli katta. Lekin Inspector Shot Air Pro'da bu narsaga yechim yaxshi topilgan. Ya'ni bunda juda ham kuchli bo'lgan filtratsiya o'rnatilgan va bizning qiynaydigan signallar, avtomatik tormozlanish, adaptiv cruise control, ko'rinmas nuqta nazorat, ya'ni xalq tilida datchik slepiq zon deydi. Yo'l bo'lagini ushlab turish va boshqa shunga o'xshash zamonaviy mashinalarda bo'ladigan funksiyalarga juda ham kam bo'lgan yolg'on signal berishi mavjud. Ya'ni ushbu signallardan qutulib bo'lmaydi, lekin bunda juda ham kuchli filtratsiya bo'lgani uchun
bunaqa signallar, yolg'on signallar juda ham kam bo'ladi. Ushbu mahsulot Janubiy Koreya mahsuloti hisoblanadi. Yana bir marta tushuntirib o'taman, radar detektorlar bozorida xuddi avtomobillarda Germaniyada Mercedes-Benz yoki BMW bo'ladigandek, Koreyada radar detektorlar eng yetakchi va eng yaxshi ishlab chiqaruvchi brend mahsulotlari hisoblanadi. Demak, aziz do'stlar, xalqimizda quruq qoshiq og'iz yirtar degan maqol bor. Shuning uchun ham ushbu radar detektorni radarlarga o'zini qanday ko'rsatishdi va qanaqa qiziqarli yana fishkalar borligini video davomida ko'ramiz. Siz esa yana bir bor eslatib o'taman, kanalimizni rivojlanishi uchun obuna bo'lishni, like bosishni va izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Demak, biz davom etamiz. Xo'p, aziz do'stlar, men sizlarga bir narsani ko'rsataman. Hozir mana o'ylaymanki, yorug'lik ko'rinish boshladi. Siz misol uchun safarga kelib qoldingiz Toshkent shahriga. Shaharni qayerda radar bor bilmaysiz. To'xtash taqiqlangan belgisi nazorati. Eshitdingiz nima dedi? To'xtash taqiqlangan belgisi nazorati. Xo'p, mayli, agarda men shu to'xtash taqiqlangan belgisi nazoratining ostiga to'xtaydigan bo'lsa, mana u ko'rib turgan bo'lsangiz, mana yo'lda ko'rinyaptimi? Sariq chiziq ham chizilgan. Qani nima derkanman? To'xtadim bilmasdan. Radar bo'ligi. To'xtash taqiqlangan belgisi nazorati. Qarang, meni ogohlantirdi, yana yurishim kerak bu yoqda, sekin surish kerak degan ma'noda. Kamera. To'xtash taqiqlangan belgisi nazorati. Ogohlantiryapti. Bu yoqda jarima tushib qolishi mumkin. Sen o'zingga parkovka top, mana qaranglar, o'ng tomonda ana parkovkaga turib, ana turibdi, ana radarchasi turibdi, yopishtiradi deb. Shuning uchun ham, qo'y, uzr. Radar detektor ajoyib aniqlab bermoqda. Xo'p, qadrli do'stlar, biz hozir soxta radar 60. Chilonzordamiz. Hozir biza quyoshli o'lkadan o'ng tomonga Shuhrat Chorraha tomonga qarab yuramiz. Tasavvur qiling. Siz aka klient tomonda yo'l berasizlar bizga. Siz tasavvur qiling. Tasavvur qilgan ham qo'yishmaydi yo'limiz qisib. Xullas, tasavvur qiling, mana siz Chilonzorga kelib qoldingiz. Bu yoqni bilmaysiz, xayol bilan yurmoqchisiz. Va siz mana ba'zi radar detektori sizni ogohlantiryapti keyin. Qarang, nima deb ogohlantiryapti? 60. Piyodalar o'tish joyi nazorati. Ana. O'lma. Mana bizga shuni ogohlantirdi. Ya'ni oldimizda piyodalar o'tish yo'lagi mavjud. Radar qarshilatib uradi, jarima tortadi deb ogohlantiryapti. Hozir o'shani ko'ramiz. Qanaqa bo'lar ekan u? Qayerda turgan ekan? Va qo'shimchasiga Hikvision radariga qanaqa deteksiya bo'lar ekan? Lekin deteksiya kamroq bo'lish ehtimoli katta. Birinchidan juda ham potok yuqori, yangi turdagi inomarkalar va balobatlar va shunga o'xshash mashinalar juda ko'p. Bu pamexlarni paydo qilishiga juda ham moyil bo'ladi. Inspektor Shotayerda esa Proda, to'g'ri, Shotayr Proda signallarni filtratsiya qilish ehtimoli yuqori. Ya'ni ortiqcha signal bermasin deya. Mana Hikvisionni cho'ta 140 metr, 150 metrlardan aniqlab berdi, yomon emas. Bunaqa pik vaqtda mashinalar juda ham ko'p vaqtda bu yomon emas. Lekin qaranglar, mana bu yoqda piyodalar yo'lagi hozir ko'rindimi yo'qmi, juda ham uzoq turuvdi. Ana ham odamlar yo'l beryapti. Uni ham sekinladi. Aynan shu yoqda radar ham qo'yib qo'ygan edi. Chap tomonda turibdi. Men 05 da olayotganim uchun ko'rinmayotganda hozir qaranglar. Mana ular jarimaga tushdi. Ishonaveringlar, juda jarimaga tushdi, chunki radar uradi. Chunki chiqib bo'lgan, qayga shoshilasiz akalar. Ana ko'ryapsizlar? Mana u ham tushdi, ana ketdi qulog'ini ushlab. Mana chap qo'ldagi radar shu aynan jarimaga tortadi. Ko'rdingizmi? Ko'z oldimizda oldida kimdirlar issiqqina jarimaga tushdi. No, piyodalar yo'lagiga mana shunday radarlar kerak, chunki undan oldin ikkita bola turuvdi. Ikkita bolaga kimni to'xtamasdan urib ketadigan bo'lsa, bu yaxshi ish bo'lmasdi. Kameradan o'tildi. Kamera 60. Svetofor nazorati. Piyodalar yo'lakchasiga radarlar kerak, xullas kelam. Xo'p, azizlar, ko'ramiz. Hozir biza burilamiz. Bu yoqda o'zi radarmi, nimadir o'rnatish boshlanibdi. Xo'p, aziz do'stlar, ko'ramiz. To'g'rimizda Megacam radar turibdi. 60. Burilganimizdan o'zi deteksiya berish boshladi. Mana ekranda paydo bo'lgandi, sizlarga ko'rindimi yo'qmi bilmayman. 700 metrdan, ya'ni bu degani bu undan ham uzoq masofadan aniqlab bera oladi. Megacam o'rtada turibdi, yo'lning o'rtasida hali ancha masofa mavjud. Mana bu yoqlarda yangi anaqa qo'yib tashlabdi. Svetoforni ustunlaridan
Ko'ramiz, yangi svetoforlar bo'lishi mumkin va albatta qo'shimchasiga radarlar ham o'rnatilishi mumkin. Xo'p, radargacha 150 metr masofa mavjud. Markazda turibdi. Megacam radari. Ajoyib. Kameradan o'tildi. Mana radardan o'tgandan keyin kameradan o'tildi deb ham ogohlantiradi.